Bir kuni Daniya qiroli o'z lashkarlari bilan tog'da yurgan devni uning bolasi ko'z o'ngida tinchitib qo'yadi. Lekin yillar o'tib, dev bolasi ulg'ayganida qirol va uning odamlarini katta enasini ko'rsatadi. Daniyada milodiy 500-yilda vikinglar sardori Alisher o'z jangchilari bilan tog'da yashaydigan devni ta'qib qiladi. Maxluqning o'g'li Grendel bugun bog'chaga bormagan edi va ular birga o'ynashayotgan edi. Askarlarni ko'rgan maxluq qochishga tushadi. Ammo Alisher va uning odamlari devni qurshovga olishib kamollardan o'qqa tutishadi. Maxluqning jonsiz tanasi qoyadan pastga quladi. Dev bolasi esa voqealarni qoya ortiga yashiringancha tomosha qildi va vikinglarni o'zining qora yo'yxatiga qo'shib qo'yadi. Alisher jarlik yoqasiga kelganida bolani ko'rib qoladi, biroq himoyasiz bolakayga rahmi keladi. Vikinglar ketishgach, bolakay qirg'oqqa tushdi va otasining jonsiz tanasini qidirib topdi. Otasini sudrab olib ketay desa juda og'irlik qildi. Shuning uchun u devning boshini yodgorlik sifatida o'zi bilan g'orga olib ketishga qaror qildi. Dev bolasi o'sha yerda uzoq yillar davomida to qasos olish uchun yetarli darajada ulg'aygunicha sabr qiladi. Yillar o'tib, shu atrofda joylashgan qishloqdagi yangi ochilgan mayxonada kechki bazm uyushtirishadi. Erkaklar ichkarida aysh qilishayotgan bir paytda qishloqqa dev kelib ularni ayovsiz qirg'in qilishini esa ular umuman kutmagan edi. Tongda Alisher qishloqqa qaytdi va dahshat bilan mudhish manzarani ko'rdi. Uning vikinglari xuddi to'ydan keyin stolda qolgan bakalashkalardek har yoqda sochilib yotardi. Xuddi shu vaqtda boshqa bir joyda mashhur qahramon Beowulf qirg'oqqa chiqadi. Uning jasoratlari tillarda doston edi. Uyga qaytgach, Beowulf qovoqxonadagi qotillik haqida xabar topadi va o'z okaxoni bilan maslahatlashib tong sahardan o'sha joyga yo'l oladi. Shu kechada Alisher o'z odamlarini olib dev bilan jang qilish uchun toqqa keldi. Ammo dev jang qilib o'tirmadi va Alisherni odamlardan birini o'ldirib, quyonni chizdi. Tongda sardor butunlay chorasiz holda tinchigan jangchisining yonida o'tirganida xotini keladi va yuziga urib, keyin uni so'ka boshladi. Bu dev qishloqlardagi erkaklarni qirib bitirayotgan, ayollarni beva, bolalarni esa yetim qoldirayotgan bir paytda qachongacha hech narsa qilmay o'tirmoqchisan, deydi ayol. Erkak javob bermaydi. Biroz vaqt o'tib, Beowulf o'z odamlari bilan yetib keladi. G'amdan va ichimlikdan mast bo'lgan Alisher mehmonni quvonch bilan kutib oladi. Kechasi qirol Beowulf va uning odamlari sharafiga bazm uyushtiradi va Beowulfga tunda dev hujum qilayotgani haqida so'zlab berdi. Buni eshitgan Beowulf Alisherga devning boshini laganga solib olib kelishga va'da berdi. Alisher o'z xotini bilan birga mayxonani tark etadi. Qishloqni devdan himoyalash uchun qo'riqchi qo'yiladi. Yarim tunda Grendel yana qishloqda paydo bo'ldi. Yo'l-yo'lakay u bir ruhoniyni hidlab ko'rib, keyin to'g'ri mayxona tomon yo'l oladi. Ichkarida bo'lgan Beowulf devning eshikka yaqinlashganini sezadi va jangchilarga tayyorlanish haqida belgi berdi. Biroq mayxonada begonalar borligini sezgan Grendel tezda qochib ketdi. Ertasi kuni Beowulf maxluqni topish uchun yo'lga chiqadi, biroq quruq qaytadi. Bu vaqtda esa Grendel o'zining tarixdagi qurbonlarning bosh suyaklari bilan bowling o'ynab, ko'ngil yozayotgan edi. Keyinroq Beowulf Gulzodani izlab topadi. U folbindan dev haqida so'raydi va Grendelni xalqning qismati ekanini, uning o'limi esa hammaga qimmatga tushishini bilib oladi. Jodugarning so'zlari Beowulfni dev o'zi nima sababdan qishloqqa hujum qilayotgani haqida o'ylashga majbur qiladi. Uning fikricha Alisher bu sirni biladi, ammo Beowulf undan nima uchun dev ayollar va bolalarga teginmay faqat erkaklarni o'ldirayotganini so'raganida unga jahl qiladi. O'sha kechasi Grendel yana mayxonaga keladi va o'tgan safargidek hammani sarosimaga solib qochib ketadi. Ertasi kuni erkak yana Gulzoda huzuriga boradi. Ammo ular kulbaga kirishlari bilan tashqaridan qandaydir shovqin eshitiladi. Bu Grendel edi va u Beowulfni ozgina ortidan quvishiga ruxsat beradi. So'ngra o'zining tushunarsiz tilida Beowulf hali ham tirikligining yagona sababi u daniyalik emasligi ekanini aytdi. Dev tilini tushunadigan Gulzoda esa uning gapini tarjima qilib berdi va Grendel vikinglardan nimadir uchun o'ch olayotganiga shama qiladi. Hayron qolgan Beowulf bu haqida gaplashib olish uchun Alisherni huzuriga qaytadi. Ammo sardor yana baqir-chaqirdan nariga o'tmaydi. Keyinroq Beowulf ko'chada bolalar bilan o'ynayotgan biroz aqldan ozgan odamni uchratib qoladi. U odam dev qayerda yashashini bilishini va hatto qahramonimizni uning uyasiga olib ham borishi mumkinligini aytadi. Qahramon rozi bo'ladi va bir necha soatdan so'ng ular kerakli cho'qqiga ko'tarilishadi. U yerdan esa to'g'ri Grendelning g'origa tushish mumkin edi. Ular dengiz orqali ortiga qaytayotganlarida suvda yashiringan yana bir dev odamlarga hujum qiladi. Biroq ular tezkor harakatlar bilan
maxluqni chekinishga majbur qiladi. Mayxonaga qaytgach, Beowulfning odamlari tun bo'yi devni kutishdi, lekin u ko'rinmadi. Biroq tongda Beowulf ularga g'orga boradigan yo'lni ko'rsatgan o'sha bechoraning murdasini topdi. Dahshatga tushgan vikinglar devning uyasiga qaytib, mashalalar bilan yo'lni yoritib, arqon yordamida pastga tushishadi. Uy egasi esa yo'q edi. Ichkarida esa hayvonlarning sochilib yotgan qoldiqlari va ilgari qishloq odamlariga tegishli bo'lgan turli narsalar bor edi. Azimjon ismli viking devning bosh suyagini topib oladi va g'azab bilan uni sindirib tashlaydi. Devni va uning butun naslini la'natlaydi. Keyinroq Grendel g'orga qaytadi va otasining parchalangan bosh suyagini ko'rib, chorasizlikdan bo'kiradi. Hid orqali u buni kim qilganini darhol tushunadi va qorong'u tushishi bilan qishloqqa yo'l oladi. Bu safar barcha vikinglar dev ularga tegmaydi deb o'ylab, mayxonada uxlab qolishgan edi. Bu esa Grendelga ularni osongina bosish imkonini beradi. U otasining bosh suyagini sindirgan Azimjonni qo'li bilan birga butun tanasini ham boshqa qimirlamaydigan qilib qo'yadi va tom orqali qochishga urinadi. Ammo Beowulf uning oyog'idan tutib oladi va qo'lini arqon bilan bog'laydi. Dev insondan ancha kuchliroq bo'lgani uchun vikingni osonlikcha chetga uloqtiradi. Biroq qo'li tomga qisilib, havoda ojiz holda osilib qoladi. Vikinglardan biri devga qarata o'q uzadi. U esa o'qni tutib oladi va qochib qutulish uchun o'q yordamida tanasining bir qismidan kechib qochib ketadi. Shunday bo'lsa-da, hayot uni tezda tark etayotgan Grendel qirg'oqgacha zo'rg'a yetib boradi va vafot etadi. Uning tanasini esa suvda yashiringan noma'lum maxluq o'zi bilan olib ketadi. Ertasi kuni Beowulf yana Alisherni so'roqqa tutadi va nihoyat Alisher pushaymonlik bilan mehmoniga bularning hammasi 20 yil avval boshlanganini aytib beradi. O'shanda u o'z odamlari bilan hech bir sababsiz, shunchaki yo'lida uchragani uchun Grendelning otasini tinchitgan edi. O'shanda u uning kichik o'g'liga rahm shafqat ko'rsatib, hayotini saqlab qolgan. Bu esa keyinchalik ko'plab daniyaliklarning qirilib ketishiga olib kelgan. Bu katta devning sababsiz o'limi ham, uning o'g'lining tirik qolgani ham butunlay uning aybi edi. Kechqurun vikinglar devning qo'lini o'lja sifatida ustunga mixlab qo'yishadi. Maxluq ustidan qozonilgan g'alabani bayram qilishadi. To'yib ko'ngil ochishgach, odamlar uylariga tarqalishadi. Beowulf esa Gulzoda huzuriga yo'l oladi va ular tunni birga o'tkazishadi. Shu vaqtda Grendelning onasi yarim tunda qishloqqa bostirib kiradi va mayxona yo'lida Brendon otani tinchitadi. U bolasini qo'lini topib olib ketadi va yo'lida uchragan barcha vikinglarni qiradi. Odamlar qishloqqa qilingan hujumni Grendel uyushtirdi deb o'ylashadi va ertalab uni qidirishga tushishadi. Sohilda ular yana bir kallani topishadi. Bu esa Beowulfning dev hali tirik degan shubhasini mustahkamlaydi. U uyiga qaytadi va g'orning boshqa qismiga olib boradigan kichik ko'lga sho'ngiydi. U yerda toshlar ustida yotgan Grendelning jonsiz tanasini topadi. U yaqinroq borganida devning onasi orqa tomondan unga tashlanadi. Biroq buyuk jangchi uning changalidan chiqib ketishga ulguradi va tezda mahv etadi. Shu lahzada qo'lida qilich tutgan malla sochli bolakay paydo bo'ladi. Beowulf unga qarab, to'satdan qarshisida Grendelning bolasi turganini tushunib yetadi. Erkak qilichini tushiradi va bolani tirik qoldiradi. O'zi esa Alisher huzuriga qaytib, dev va uning onasi endi qishloq aholisini bezovta qilmasligini ma'lum qiladi. Shundan so'ng Gulzoda bilan vidolashgan qahramonimiz uyga qaytishdan oldin Grendelga bo'lgan hurmati yuzasidan u uchun toshdan qabr yasaydi. Devning o'g'li esa ko'zlarida yosh bilan uni uzoqdan kuzatib turadi. Kanalimizdan yana ham ko'proq qiziq videolar topishingiz mumkin. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Xayr do'stlar.